Türkiye'nin Ayıltuz Hakkır Gruppasi Sharqiy Turkiston uchun harakatga o'tdi. Xitoyga tavan nurg'un davlat organlari va universitetlarning tor betiga hujum qildi. Ayıltuz Gruppasi Sharqiy Turkistonda lagerlarga qamalib qo'rilanayotgan 1 milliondan ortiq Uyg'ur uchun harakatlandi. Xitoydagi nurg'unlagan davlat organlari va universitetlarning tori bu guruhning hujumiga uchradi. Mazkur Hakkirlar Gruppasi hujum qilgan tor bekatlarga Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning yenida deb yozib qo'ygan bo'lib, ular hujum qilgan tor betlarning tizimligini e'lon qildi. Germaniya parlamentida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiliklarining kun tartibga kelishi Beijing doiralarining norozilik inkosini qo'zg'adi. Xitoy Germaniyani ichki ishlarga aralashish bilan aybladi. Xitoyning Berlindagi bosh elchixonasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Germaniya parlamentining Xitoyning jiddiy e'tiroziga pisand qilmasdan 8-noyabrdagi yig'inda Xinjiangdagi kishilik huquq dafsandichiligini muhokama qilganligi ta'kidlangan. Bayonotda haqiqatga ko'z yumib xohlagancha ayblashda bo'lgan Germaniyaning ochiq bir shaklda Xitoyning ichki ishlariga aralashganligi va Xitoyning egilik huquqiga tajovuz qilganligi tilga ilingan. Xitoyning bu ahvoldan bearam bo'lganligini ta'kidlab, Germaniya parlamenti va hukumatiga norozilik bildirish uchun diplomatik usullardan foydalanganligini bildirgan. Norvegiya Yamanda Rossiyalar bilan jang qilayotgan Birlashma Armiyaning yetakchisi bo'lgan Saudiya Arabistonga qurol va harbiy ashyo eksportini to'xtatdi. Norvegiya tashqi ishlar ministri In Ersekin Soridi Norvegiya davlat televiziyasida bayonot e'lon qildi. U Saudiya Arabiston haqidagi eng yangi xabarlar haqida to'xtalib, Yamandagi urushning eng yangi vaziyatini diqqatga olib turib, Saudiya Arabistonga butkul mudofaa sanoati bilan munosabatli qurol va harbiy ashyolar eksporti uchun yangidan ruxsat berilmaydi dedi. Iroq 1990-yili Kuvaytni ishg'ol qilgandan keyin o'tirg'i chiqqan ziyonlarni tekshirgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qarashli to'lam komiteti Iroqning kelar yildan boshlab neft setishdan kirgan kirimidan Kuvaytga to'lam berish kerakligi haqida qaror chiqardi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet Yamanda urush qilayotgan taraflarga fuqarolarning azobini tugutish uchun jiddiy qadamlar elish chaqirig'i qildi. Bachelet yozma bayonot e'lon qilib, Xudayitda yaqinqi kunlarda kuchaygan to'qinishlarning inson vijdoniga xilof holda fuqarolarning joniga zomin bo'layotganligini ta'kidladi.